onalar, assalomu alaykum. Mana bolajonlarimiz ancha ulg'ayib qolishibdi. Siz bilan 4 oy mobaynida mana shu jajji shirin aylarimiz bilan ularning kamolini ko'rish maqsadida bir oila bo'lib, hamjihat bo'lib yashadik. Mana shu bolajonlarning kamolini ko'rish uchun eng katta bir bosqichni sizlar bilan birgalikda bosib o'tdik. Alifbi bayramimiz, savodxonlik bayramimizga xush kelibsiz. Aziz bolajonlarim, sizlarni mana shu ajoyib bayram bilan tabriklayman. Oldingi qadam qo'yganingiz bilan hozirgi qadam qo'yishingizning farqi bor. Chunki bugun bayram. Qulay xartalarda o'tirib, ozoda sinflarda o'qib o'rganib, bilimlar yurtining eng ajoyib bo'lgan qismi, bilimlar yurtining poydevori, boshlang'ich ta'limning eng katta bo'g'inini siz bosib o'tdingiz. Bugun siz savodxon bo'ldingiz. Maktab degan ulug' dargoh sizga yoqqanmi? Hozir u haqida nima deya olasiz? Yuragimning tub-tubida bitta joy bor, unga maktab deb yozib qo'yganman. Maktabimga o'xshashin topmasman aslo, chunki unga chindan ham mehr qo'yganman. Maktabni juda yaxshi ko'ramiz. Unga borish uchun ertalab oshiqib turamiz, chunki biz u yerda tarbiya topamiz, ilm olamiz. Maktab bo'lsa, unda chamanlar, xush tuyg'ular, bunda namoyon, hayotimning yorqin pallasi, shu chamanda o'tmoqda sha'non. Ustozlarim, borligim sizlar, sizlar ko'rdim olamni butun, qadrdonim, quvonchim maktab, sen bilan xushvaqtman bugun. Maktabim meni kamolatga dadil etakla, chorla, bilan berib qutlug' safarga. Xato qilsam bilan kaltakla, toki eslab etang qutlug' safarga. Barakalla, bu qutlug' safarga siz O'qishga borabman jajji dilimda, oppoq sahifalar daftarlar ustiga qalam, ruscha kitob, reyli qalamlar, ilm olish uchun bir tayyor. Oppoq sahifalar daftarlarga yozib, chiroyli kitoblar o'qib, savodimiz chiqdi. Bugun bizni qalbimiz shodliklarga lim-molim to'lar. Har birimiz hayajondamiz, chunki biz mazkur damlarda Alifbi kitobini oxirgi sahifalarini varaqlayapmiz. Ana endi biz mustaqil O'zbekistonning eng jaddi savodxonlari bo'ldik. Bundan buyog'iga o'zimiz mustaqil o'qiy olamiz, chiroyli yoza olamiz, rasmlar chizib, fikrimizni o'zgalarga bayon qila olamiz. Barakalla.
Kechagina murg'ak edik, g'or edik. Ilm fandan hech xabari yo'q edik. Hatto qalam tutishni ham bilmasdik. O'yin qarab edik, rasachoq edik. Ertak turib maktabga, ko'z uzatdim odobga, mehrim qo'shib kitobga, meham quvuvchi bo'ldim. Barakalla. Prezident sovg'asi, hayotning maqsasi, sen ketib havaslarni men ham o'quvchi bo'ldim. O'quvchi bo'lganingizdan keyinchi? O'rgandik biz barcha harflar ifodan, she'r, hikoya, yoshni ham dinlayib, harfidan tingladik biz quvvat bilan, alif odadekishni bilmayib. Barakalla. To'g'ri aytasiz, dunyoda ham alifbeni o'qib hech ham zerikmadik. Chunki uning ichidagi barcha bilimlar bizning soat ham bo'lishimizga katta yordam berdi. Judayam to'g'ri, barakalla. Kelinglar, shunday ekan bugun soat ham bo'lganimizni bayram qilib, qo'shiqlar aytib, raqs chaylik. Bizga faqat bayramlar yarashadi. To'g'ri aytasiz, Nozakat ham. To'xtang. Xo'sh. Shu yerda bir narsa bilan maqtangim kelib qoldi. Nima ekan? Bayram qilish uchun eng avvalo tinchlik kerak. Ayniqsa vatan tinchligi zarur. Bizda bu narsa xuddi xohlaganimizdek vatanimiz tinch va farovon. Barakalla, judayam to'g'ri aytdingiz. Bolajonlar, kelinglar, vatan haqida gap ketgan ekan, vatan haqida suhbatlashib olsak. Aytinglarchi siz menga, vatan deganingizda qanday tuyg'u jo'shiradi jajji yuragingizda? Onajonim issiq bag'rim vatanligim bilaman, otam mehrim qaynoq toftin vatanligim bilaman. Barakalla. O'z barida ulg'aytirgan beshikdir menga vatan, shu yurtning ostonasi oilam menga vatan. Doim qamchi xat-xatga mahallam menga vatan. Barakalla. İlk bana mektepten bitken mahalle menga vatan. Judayam Akam, opam, ukam ham sinfdosh, dugonam ham katta kichik tengdoshim, shulardir menga vatan. Vatan ko'kda uyimiz, ariqlari soyimiz, quyosh nuri baxsh etgan, beri sug'ilgan joyimiz. Barakalla, judayam to'g'ri aytdingiz. Men vatan deganda otamizning mehribonligini tushunaman. Chunki vatan ham otamimizdek mehribon. Barakalla. Prezidentimiz ham bizlarni juda yaxshi ko'radilar. Biz maktabga kelganimizda ajoyib o'quv qurollarini sovg'a qilganlar. Bu o'quv qurollari 12 turdan iborat bo'lib, biz ulardan umriy foydalandik. Rangli qalamlarda chiroyli rasmlar chizdik. Rangli kog'ozda turli narsalarning ko'rinishini applikatsiya qilishni o'rgandik. Bobomizga bunday sovg'alar uchun katta rahmat deymiz. G'amxo'rliklari uchun qo'limizni ko'zimizga ko'p labbay deb javob berishga tayyor turishimiz kerak. Buning uchun ilm choqqalarini qiynalmasdan egallarimiz zarur. Ustozimiz aytganidek, vatanga, maktabimizga, oilamizga va kitobga mehr berib yashamog'imiz kerak. Barakalla, judayam to'g'ri. Men vatanni bog'bonga qiyoslayman. Bog'bon ekkan daraxtni avaylab parvarishlaydi. Meni ona vatanim ham bizlarni e'zozlab tarbiyalaydi. Vatanimizda qilayotgan har bir o'zgarish biz uchun go'yo ruh chiroyli sinfxonalari, yangi ta'minlangan maktablar, litsey va kollejlar barchasi biz uchun. Barakalla. Ota-onam o'zlari tarbiyalangan muhit haqida hikoya qilishar ekan, bizda bunday imkoniyatlar yo'q edi. Sen bunga sazovor ekansan, bundan to'liq foydalanishing shart deyishadi. Vatan quchog'ingda erkalayman. Sen beg'ubor tirik osmonim, har ishda barchadan faol bo'lganman. Axir bunga mening imkonim. Vatanimizda qilinayotgan qanday imkoniyatlarni g'urur va iftixor bilan faxrlanib ayta olasiz? Men o'z ota-onam bilan faxrlanaman va ularning ishonchini oqlashga harakat qilaman. Barakalla. Men Xorazmlik bo'lib tug'ilganimdan faxrlanaman. Judayam to'g'ri. Men shu vatan farzandi bo'lib ilm olish, dam olish
davolanishga istalash, hunar o'rganish huquqiga ega ekanimdan g'ururlanaman. Men Xorazmiy Jaloliddin Manguberdi Abu Rayhon Beruniy avlodiga faxrlanaman. Men o'z sinfim, maktabim va go'zal shahrim bilan faxrlanaman. Biz o'zbek farzandligimizdan faxrlanamiz. Men So'g'aman borgim keladi. Men Yog'duman Cho'lpon borgim keladi. Men Uchqunman borgim keladi. Aranga farzand bo'lgani ona vatanga. Vatan oltin beranjagimiz, biz vatanning kelajagimiz. Vatan agar buyuk bog' bo'lsa, bizlar uning gul chechagimiz. Vatan serhosil bog'lar, vatan bu baland tog'lar, vatan shovqroq soyim, vatan ko'kdagi oyim, vatan go'zal makonim, ona O'zbekistonim. Vatan ona biz unga farzand, biz chunonning barglari monand. Dildan dilga yo'l olur qo'shiq, ko'ngillarni etkaydi payvand. Qo'shiqlarda vatan ma'nosi, qo'shiqlarda xalqim sadosi. Vatan keyin yengratadilar, yengrar yurtning yer samosi. O'zbekiston ona yurt, dunyoda durdona yurt. Xalqi tanti mehnatkash, xalqi tanti mehnatkash. Do'stiga yagona yurt, hammasini siylaydi, ishga omad tilaydi. O'ylagani yaxshilik, kunlaringga gullaydi, kunlaringga gullaydi. Qalbidek pok osmonim, bulutdir iymon vijonim. Fe'li kengdir shu sabab, fe'li kengdir shu sabab. To'kildi dasturxonim, o'zbegimdan aylanay, o'zbegimdan o'rgilay. Men ham shu yurt farzandi, xizmatiga shaylanay, xizmatiga shaylanay, xizmatiga shaylanay. Bolalar, negadir bayramimizga Alifbek kitobi tashrif bo'lmayapti? Kelishini xohlarmidingiz? Shunda taklif qilamiz. Taklif qilsak davraga, nutqqa boy kitobni, rasmlari rang-barang chalaklagan oftobni, ona vatan so'zini qalbingizga jo qilgan, yurish, turish odobin ongimizga singdirgan. Kela qol davramizga to'ng'ich kitob Alifbek. Bilim bergan bizlarga, jannatli o'g'il qizlarga, bizga tilagan iqbol Alifbekdan kela qol. Alifbekman men oftobman, nutqqa boy bir kitobman. O'qisang sen noyim a'lo, o'shanda senga hamrohman. Alifbeksan sen oftobsan, nutqqa boy bir kitobsan. O'qisang biz noyim a'lo, o'shanda bizga hamrohman.
Shar himoyada undashlarga qo'shilib aytiladi cho'zib. Yezdiqdingizga ofarin. Bo'g'in hazır qilishar, chaqirsa cho'zilishar, undashlar kelsa dush, bir zumda buzilishar. Ya ofarin sizga, o'rganibsiz barcha harfni. Bo'g'inlar hosil qiling, birlashtirib ularni. Ma'noli so'zlar sizning ta'lim marhamat. Ona so'zi tilimizda mehr bilan jaranglar. Ikki uni bitta ondosh, uch tochga birlashar. Farizatchi qizaloq. Barakalla. Ikki bo'g'in bo'lsa ham mazmuni ko'p serma'no. Ona mehri qalbimizga bag'ishlaydi nur ziyo. Barakalla sizga. Bolajonlar, bugungi ko'rsatuv bayramimizga onajonlar ham tashrif buyurishgan. Xo'sh, sizlar onajonlar haqida she'riyat olganmisiz? Mehri ulug' daryoday, qalbi kengdir dunyoday. Niyati ezgudan farzandini o'ylaydi. Maqsadi orzusini alla qilib kuylaydi. Der omon bo'lsin olam, baxtli bo'lsin har bolam. Ofarin sizga. Yana-chi yana. Hayotimning nurisiz, ko'nglim ishonchi, yuragim sururisiz, mehrim tayanchi. Ziyqdingizga ofarin bolakay. Yuzingiz misli oftob, so'zlaringiz bejahan. Sizni yaxshi ko'ramiz, kelib yuring har qachon. Barakalla, tilagingiz bo'lsin ijobat. Uyimiz farishtasi, siz munisib, onajon so'zidan mana hikmat, mehribonim onajon. Yashang qizaloq, barakalla. Bahri olib yashaymiz duosida keng jahon. Bizning uydagi quyosh, mehribonim onajon. Yezdiqdingizga ofarin zatti qizaloq. Kunlari qarog'im, mehri osmonim, ko'kdagi quyoshim, jonim onajon. Siz borsiz jonimda eng mehribonim, siz borsiz jonimda nurlidir olam jahonim. Balli bolakay, to'g'ri aytdingiz. Yana-chi yana qanday so'zlar tuza olasiz? Qizlarga ziyo sochib maktab so'zi jaranglar. Ikki bo'g'in olti harf, maqsad sari yetaklar. Ofarin qizaloq. Ikki o'g'li birikib, to'rtta ondoshga ilmu hunar o'rgatar keksa yoshga. Ya ofarin sizga. Yana-chi yana qanday so'zlar tuza olasiz? Vatanim oboddiyor, baland turar nomuson, insonlar baxtiyor, bir-biriga do'st hamkor. Ofarin sizga. Vatan sizin eng tamiz takror, shu beshta toshda olam ma'no. Ofarin. Bu so'zning bu beshta harfi, ikki bo'lsa bor mehrning tasbih. Yezdiqdingizga ofarin. Balli zikka bolalar, aqli raso donolar. Meni ko'p shod qildingiz, yana silaymi bilmingiz? Har daqiqa g'animat, o'yinga yetdi navbat. O'yinning nomusi ustoz, tushuntiraymi o'rtoq? Albatta. O'yinni men boshlab beraman. Aytgan so'zimning oxirgi tovushi bilan keladigan so'zni siz topasiz. Kelishdikmi? Unday bo'lsa, boshladik. Vatanni. Nonni. Barakalla. Nava. Ofarin sizga. Ziyqdingizga ofarin. Alla. Balli bolakay. Atala. Yashang qizaloq. Aylama. Ofarin. Shora. Ziyqdingizga ofarin. Atlasi. Balli qizaloq. Sizini. Sizga ham ofarin. Hasan.
Ofarin, maslahatingiz uchun rahmat. Qani marhamat. Qaysi harfimga navbat? R tovushiga da albat. Unday bo'lsa, marhamat. Respublikam O'zbekiston tarixiga til oziz. Ona yurtin baxtin o'ylar, unda o'sgan o'g'il qiz. Zehningizga ofarin, barakalla. Qani marhamat, qaysi harfimga navbat? Z yoshiga. Unday bo'lsa, marhamat. Ziyraklikdir bizga xos, vaqt quyoshidir parlaq, osmonimiz musaffo, mag'rur hirflar bayroq. Barakalla qizaloq, juda to'g'ri gapirdingiz. Qildoshimni taniysizmi? O'qiganmiz, xo'p. Undosh keling sizga. Aytar so'zi ko'p. Qani marhamat. Qarashingiz bilan yaqinsiz qalbimizga, sizga aytar so'zim shu, mening yoshingizga. Ofarin, tilagingiz bo'lsin ijobat. Endi qaysi toshga beramiz navbat? O'zingiz biz bilan quradi suhbat. Barakalla, unday bo'lsa marhamat. Alla bilan qalbimda onam mehr singdirgan, ilm bilan ustozim qalbimda sehr undirgan. Ofarin, juda to'g'ri gapirdingiz. Tugatdi so'zini, o'rnin topsin o'zini. Ne undosh tovush, chaqiraymi xo'sh? Albatta. Marhamat. Nurga to'lsin qalbingiz, baxtli bo'ling har qachon, kulib tursin ko'zingiz, shod yashang bo'ling omon. Barakalla, tilagingiz bo'lsin ijobat. Endi qay toshga beramiz navbat? Biz juft bo'lib olganmiz navbat. Juda yaxshi, keling marhamat. Nomi ulug' vatanim, chiroylisan va obod. Gullar yashna xurolkam, yashagaymiz baxtiyor shod. Barakalla, ofarin sizlarga. Shod so'zi qaysi tovushda tugadi? Dada, dala so'zidagi undoshida. Unday bo'lsa, dilni kutib olay yo'l boshida. Marhamat. Dadam bilan oyimni qilaman qattiq omon bo'ling, sog' bo'ling doim salomat. Yetishingizga ofarin. Siz ham bo'ling salomat. Endi qay toshga beramiz navbat? Undosh tovushi bildirar tilak. Barakalla, unday bo'lsa marhamat. Lekin tushsak tog'dek, qalbim gilagan bog'dek, quyonchlarim bir olam bo'lgim kelar ustozdek. Barakalla, ofarin sizga. Qaysi tovush oxiri topingsiz? Undoshi chaqirdi do'stimiz. Barakalla, unda marhamat do'stim. Yorug' dunyoga kelgan zamoning, ona bo'lar mudom pervonang, seni jondan ortiq yurgan ustozing misli onangdir onang. Barakalla, ofarin sizga. Qay tovush oxiri topingsiz? Ne toshida tugabdi so'z? Ne toshidan so'z bormi o'ylang? Yo'q. Ahvolimiz bo'lib san Buni yo'li juda oson. O'ylanib ko'ring javobdan. topdim. Xo'sh. Bizlar aytamiz qo'shiq bayram haqida do'stim. Roziman tinglashga. Muvaffaqiyat tilamiz. Keling kengashda. Boshladik. Ali
Aferin sizga, barakalla. Voy dushmandan asrasin, chegaramiz buzmasin, charaqlab tursin oftob. Buni kuting, ey yurtdosh, marhamat. Bizdan ona ekdek bir-biriga munosib, qalbimizda umrbod ular qalbi joylashib. Aferin, barakalla sizga. Qaytosh oxir topingsiz. Demak, buni taklif qilamiz. Mayli, men ham sizlar bilan ko'rsam suhbat. Shu o'yinning ham beliga tekdingiz. Dardingiz nima o'zi? Tezroq ayta qoling. Toshlarning ko'p aytasiz. Bobom berdilar savol, kim bo'lmoqsa javob topolmay tilim lol, kim bo'lsang ekan? Shunga shunchaman dunyoda kattalar bo'lsami? Lekin men ular haqida bilaman-kan. Menga kimdir berish kerak yordam. Keling, Rishtondan so'raymiz. O'yinni ham birga o'ynaymiz. Unda kelinglar, kaslar tanlashni o'rganib ko'ramiz. Orzular qilamiz. Kaslar haqida bir-birimizga topishmoqlar aytamiz. Nomini bilsangiz, siz ham aytasiz. Yo'qsa, do'stlaringiz yordam berishadi. Mana bu do'stlaringiz kaslar haqida ancha-muncha narsani bilib olishgan. Sizlar o'yinida qo'yil qoldirib, sanov cho'plarini qo'limga berib, sodda raqamlarni turmaday terib, mitti barmoqlar bukib ko'rgan kim? Oddiy ma'limda aziz ma'lim. Deb barakalla sizlarga. Marhamat. O'qituvchi bo'lish orzuyim, ilm berish fikru yo'q o'yim, o'rgatsam yozishga xat, deyishsa ustoz rahmat. Barakalla, aferin o'qituvchi. Xo'sh, yana kim topishmoq biladi? O'zbekiston havo yo'llari deb eshitgansiz balkim, samolyotni boshqarib bu yo'llardan yurar kim? Barakalla, xo'sh, bu gaz nima? Bu uchuvchi Samada Lochin Po'lat ota yozib Lochin. Deb barakalla sizga. Marhamat uchuvchi. Uchuvchilik kasbini tanlasam, samolyotim bo'lsa juda mustahkam, yo'lovchilar sayyohlar etsam, yo'lni qisqa qilib manzilga yetsam. Deb barakalla sizga. Aferin uchuvchi. Yana kim kasblar haqida topishmoq aytmoqchi? Bu kasbda har bola ozda qiladi qara. Akadan ussani, yulduzdan ussani. Barakalla, xo'sh, bu kasb nomi nima? Axir bu din fazogir, hammamiz tutaylik yo'l. Yezaqdingizga aferin, marhamat fazogir. Fazogirlikni tanlab yerga salomlar yo'llar. Desam aziz ona yurt, farzandingni omon kut. Yerni gir aylanib quvansam oyga qo'y. Ko'p yashang, barakalla sizga. Yana kim topishmoq biladi? Kam forma ustida, sergak tiray postida, uy-borga ko'ngillar to'rtdir, jinoyatchi ham yo'q. Xo'sh, bu kim? Bu axir militsioner, xalqimga rahmat. Barakalla sizga. Marhamat, militsioner. Militsioner bo'laymi do'stim? Sergak saqlab davom etdim. Juda tezdir, mahallam hordan zarur bo'lganda tez beray yordam. Barakalla. Ammo mahallam tez saqlash uchun siz hozirdanoq huquq va burchlaringizni bilib bormoqingiz zarur. Ba'zi huquq va burchlarimizni Konstitutsiya alifbosi darsimizda o'rganib olganmiz. Keyin sizga ham aytib beramiz. Barakalla, unday bo'lsa eshitaman, marhamat. Burchini anglashimda qomusga misli oftob, burchlardan so'zlar bilsang 11-bob. Aferin sizga. Tibbiy xizmat doimo kerak har bir kishiga. Sog'lom tanda sog' aql unum berar ishiga. Aferin qizaloq. Bepul bilim olamiz. Hur vatanim qonida, vatanga
Ya bo'lsanmi yozuvchi, hikoyalar tuzuvchi, roman qissa yozilsa, kitoblarim bosilsa. Barakalla! Topishmoq aytdim, sizning galingiz. Maqola yozar o'zi, o'tkirdir aytar so'zi. Bu televizorda xarshab, kasbni topsin ey o'rtoq. Xo'sh, buning kasbi? Bu jurnalist ilda ardoqli, o'zi dilkash so'zi maroqli. Yo, aferin sizga, marhamat jurnalist. Jurnalistikni tanlab, xabar bersam mukofot, yo tanlab reportaj, ma'lumot aytsam to'plab. Barakalla, juda to'g'ri qilasiz. Yana kim topishmoq aytmoqchi? Ruscha, o'zbekcha, lug'at. Ko'rganmisiz bolalar? Tuzuvchini kim derlar? Ayting tezgin lolalar. Xo'sh, buni kim derlar? Bu axir lug'atshunos, so'z to'plash hunari soz. Yetib yashang bolakay, marhamat lug'atshunos. Lug'atshunoslikni tanlasam o'ylab, so'zlarni axtarib to'plasam ko'plab, ko'p tilda turli xil lug'atlar tushsam, izoh berishda hammadan o'ssam. Barakalla, aferin lug'atshunos. Yana kim darslar haqida topishmoq bila oladi? Xo'sh. Xalqim tinch yashasin deb chet ellarda yuradi. O'z xalqiga doimo hamroh do'st topadi. Xo'sh, bu gaz nomi nima? Bu iqtidor ko'z yutgan inson, unga bo'lsin olqish shonda shon. Barakalla, aferin bolakay, marhamat elchi. Elchi bo'layinmi men? Maslahat bersangchi sen do'stlashib ellar, yashnatan dillarni. Aferin, barakalla elchi. Yana kim topishmoq biladi? Samolyot, vertolyot, kema, yaratgan kompyuter va televizor axir qanday yaralgan? Xo'sh. Ixtirochi kasbi bu ilmi zo'r olimdir u. Yezekningizga aferin, marhamat ixtirochi. Ixtirochi bo'lsam-chi, bu ishning ko'p quvonchi. Men ishga bo'lsam usta, hamma qanotda uchsin. Barakalla, aferin ixtirochi. Ularni qanday qilishadi? Kemalar yasasa, kompyuter yasasa, ularni qanday qilishadi? Lug'atlar tuzsa. Siz buni bilish uchun o'qishni bilishingiz kerak. O'qishni bilsangiz, barcha ishingiz a'lo bo'ladi. O'qishni bilib olsang, juda yaxshi o'zingga. O'qishni bilib olsang, juda yaxshi o'zingga. Bo'lishga kiradi, aqraykan so'zingga. Bo'lishga kiradi, aqraykan so'zingga. Kasal bo'lsangiz agar kimni eslab qolasiz, ukol qilmasin deya qo'rqib borasiz. Xo'sh, bu gaz nima? Bu dunyoda eng zo'r joyda kiraman, Barakalla, barakay, marhamat, shifokor.
Bolalar tilakka borlar, qo'llar qattamizda. Barakalla sizga. Maslahat bering, iltimos. Vitaminlar zarur do'stim. Vitaminlar esa meva va sabzavotlarda seroq bo'ladi. Ana boyitdan undan yo'lamorin va yotpanotda tabiiy narsalardagi vitaminlar haqida sizga hamshiralarni tushuntiradilar. Hamshiralar tushuntirib qo'ying. Uzum, olma, kamqonga davo. Tomoqqa esa foydalidir xurmo. Ularni tez-tez yeb, iching sharbatin, sog'ligingiz tiklanar, po'lat tekmesin. Yana ovqatga har kun yo'llangan tuz ishlating. Qiyi toqat bilan choy ichmang. Faqat qilqilamaydimi? Ovqat bilan sharbat yoki qaynatilgan suv iching. 30 daqiqadan keyin jo'natishingiz mumkin. Maslahatingiz uchun katta rahmat. Ularga albatta men qilaman. Barakalla, ofarin sizlarga. Yana kim toshmoq qiladi? Marhamat, multfilm ko'rganmisiz? Doktor Voyjonim, uning kasbi nimadir? Ayting cho'ylab. Xo'sh, buning nomi nima? Bu albatta veterinar hayvonlarga uy yordam beradi. Barakalla sizga. Marhamat, veterinar. Veterinar bo'lsam agar bemor jonivorlar kelar. Kuzataman shu zamon. Hamma qiladi hayron. Barakalla, ofarin veterinar. Yana kim topishmoq aytmoqchi? Mahmudalar yaylovdan qo'y qizlar qaraydi. Uzun tayoq qo'lidan qo'ylarga kim qaraydi? Xo'sh, qo'ylarga kim qarar ekan? Bu cho'pon deymiz darhol. Bu kasb juda ham halol. Barakalla sizga. Marhamat, cho'pon. Cho'pon bo'lash ketsam kireylov. Borgan joyda tukalsam o'tov. Tug'ilganda jajji ko'stab, parvarishlab qarasam shuchoq. Barakalla, ofarin cho'pon. Yana kim topishmoq aytmoqchi? Tog' toshni kezar kim? Nefti gandi izar kim? Qimmatbaho toshqopi, onang ne bezar kim? Xo'sh, bu gaston nima? Yo'liq acham Ilyos, bu ustatlar unga xos. Yo, ofarin sizga. Marhamat, yo'ling. Yo'liq kezadi tog', madan neft izlaydigan. Topsam har xil madanlar, odamlar quvonishar, ilmimizga ishonishar. Yo, ofarin zehningizga, ofarin, barakallaga yo'ling. Yana kim kasblar haqida topishmoq biladi? Marhamat. Xo'sh. Suv osti boyliklarin kim sho'ng'ib topadi? Chekayotgan odamni ayting kim qutqaradi? Xo'sh, kim qutqargan? Bu albatta g'avvos tirishmashlarga xos. Yeb barakalla sizga. Marhamat, hovuz. G'avvozlik sofli ish, ishlar tinmay yozuqish. Doimo turib sergak, kustodek bo'lish istak. Barakalla, ofarin g'avvoz. Yana kim topishmoq aytmoqchi? O'zi sport o'yini chimdan buzda o'ynanar. Uning o'yinchisining nomi nima derlar? Xo'sh, nomi nima? Ikkinchi nomi ulug' shon shuhratga to'lib. Yeb barakalla jajji qizaloq. Marhamat, hakkichi. Hakkichi bo'lib chiqqan buzda ko'rurar har on. G'alaba ko'zda mutlaq, hibramizni bayram. Barakalla, ofarin hakkichi, yashang. Yana kim kasblar haqida topishmoq qiladi? Marhamat. Xo'sh. G'izg'iz mashinalarni kim boshqaradi sakkon? Istagan manzilinga yetkazadigan shu on. Xo'sh, bu gaz nomi nima? Bu haydovchi ko'p rahmat. Bizni deb Barakalla qizaloq. Marhamat, haydovchi.
Von Sabiha desa hammalar otangga rahmat. Yeb barakalla, ofarin, nonoy. Ben yapamam başladım, Rabbiden başladım. Ben yapamam başladım, Rabbiden başladım. Enemaysam etmiydi, enemaysam etmiydi. Tanrı'ya boyum yetmiydi, Tanrı'ya boyum yetmiydi. Naz bilen ahayya, kısılı bilen dünya. Naz bilen ahayya, kısılı bilen dünya. Sırttan yapanın kolları dert görmesin. Sırttan yapanın kolları dert görmesin. Namus soydurundan, namus soydurundan. Ah ah ah. Dillerimiz yaylasın, dillerimiz yaylasın. Naz bilen ahayya, kısılı bilen dünya. Naz bilen ahayya, kısılı bilen dünya. Yeb barakalla kızalardan, ofarin sizlarga. Yana kim topishmoq biladi? Oshxonada osh tayyor, kim pishiradi uni? Bayramlarda katta to'y kim tayyorlaydi buni? Xo'sh, bu gaznom nima? Oshpaz elda bor bo'lsin, bizga maddakor bo'lsin. Ya ofarin sizga. Marhamat, oshpaz. Oshpaz bo'lsam qilib qolmas, osh qilaman kuching bir pas. Men desam sayyod chitvara, shirin bo'ldi ko'z bag'ri. Barakalla, ofarin, oshpaz. Yana kim gazlar haqida topishmoq biladi? Marhamat. Xo'sh. Qani? Katta katta binolar, yuz tomondan qurilar, ushtin imorat, yuz tomondan qurilar. Xo'sh, bu kim? Bu quruvchi kasbini buni hamma biladi. Yeb barakalla, marhamat quruvchi. Men bo'lsam quruvchi, uylar qurib beruvchi, uy topshirib ko'p qavat desam yashayman xona. Barakalla quruvchi, juda to'g'ri qilar ekansiz. Yana kim topishmoq biladi? Oradan yasasa, yo'qo katta qurmacha. Bu kasbni noman aytib kelib turgan Xo'sh. Bu kasbni voy bo'lsa. Yeb barakalla qizlar. Marhamat, jilol. Kulol bo'lishni tanlar, yurakda o'ti bolalar. Men ham yasasam kosa, ter to'kib ishlab rosa. Yeb barakalla, ofarin, jilol. Yana kim topishmoq biladi? Xo'sh. Sabah bana uyda ko'rgim u qorday oppoq, unda to'nday ko'rgandim, o'ylab ko'rdi. Xo'sh, buni kim qilgan ekan? Voy chiqargan buni, hamma biladi uni. Yeb barakalla qizlar. Marhamat, bo'yabchi. Vaqti bo'lsam yo, go'zal ranglar muhayyo, o'zim chizib, turli naqsh, nafislik qilardim baxsh. Barakalla, juda to'g'ri qilar ekansiz. Yana kim topishmoq aytadi? Marhamat, romlarni esaganga ko'p rahmat. Bunday ulug' kasbning nomin jangat ay. Xo'sh, bu gaznom nima? Eksak yardida takror. Ya ofarin sizga, marhamat, suratgor. Suratgor bo'lsam deyman, randa ishlasam deyman. Stol, xon taxta yasar edim belpasta. Barakalla zehningizga, ofarin suratgor. Yana kim gazlar haqida topishmoq biladi? Qani, marhamat. Eng ko'rkam liboslarni kim bichib tikar sizga? Kiyim tashqi bezakdir,
Ularni tutishar. Bu kasbning nomi nima? Zamon bilan yurishar. Xo'sh, bu kasb nomi nima? Qani? Bu savdo xodimimiz bizga doim kerak. Yezdiqdingizga ofarin. Marhamat, savdo xodimi. Savdo xodimi bo'lsam, jonga xizmat qilsam, kayfiyati bo'lsa, fursat bersam jon. Ofarin sizga savdo xodimi. Yana kim topishmoq biladi? Lazgi amonga kim o'ylaydi shohsodon san'atkorlik kasbi bu nomin aytgin sen o'g'lon. Xo'sh, bu kasb nomi? Bu kasb nomi raqqos egalik san'atga xos. Barakalla sizga. Marhamat, raqqos. Bo'lsan nekar raqqos el yurtin izozlasa, quvnoqlarga yanglasa, navosi jaranglasa. Barakalla. Barakalla, ofarin zarga. Yana kim topishmoq biladi? Olamning yashilligin kim nazorat qiladi? O'simliklar dunyosin kim sev ardoqlaydi? Xo'sh, bu kasb nomi nima? U agronom. Ezgulik ishi yaratmoq, o'stirmoq uning tashvishi. Barakalla, ofarin sizga. Sizga yoqqan bo'lsa, tanlashingiz mumkin. Lekin bu kasbni egallash uchun sizga hozir
yordam berardilar. Ko'kdek top bulut, yomg'ir do'ldan darak. Aferin sizga. Bahor qo'noq qizalab, kunni bosar qizgaldov, zaminga kiradi jon, daraga chiqar dehqon. Aferin. Ballar qo'ygan olgadicha, oltin mehnat qilsin, reshtan qilmoqlik darkor. To'g'ri aytdingiz. Shu tufayli dasturxonimiz so'kin, ey do'stim bilib qo'ygin, dehqonlar xo'p, iskor, mehnat qilganda baxtiyor. Barakalla. Quyosh osmonda, quvonch hayyonda, hamma ishlar shoz boshlanadi yo. Sehringizga aferin. Yer rakatda qizdirib olsin, quyosh pollaydi, soy suvar sirqlar, qo'los qo'shib o'ynaydi. Barakalla qizaloq. Ayamaydi tabiat, ustomoz emasdi, biz ham unga tutaylik farzandning qimmatini. Yoz kelganda so'zlar bolalar ta'til olib, ko'kdan qizdirar, otab bug'doylar tashtab. G'iz-g'iz shamol yeladi, buni hamma biladi, o'giradi yelga yil, marhamat qil oltin kuz. Yashil daraxtlar ikkali, oltin tushda kiribdi, shoxidagi mevalar, asabur. Barakalla. Sarg'aydi ko'katlar, barcha katta daraxtlar, hosil yig'ib olinar, qishga zamin solinar. Aferin. 59 kuz ekkan yillar bir-bir, hosilga to'la xirmon, ko'ngillar bo'lar osmon. Yo, barakalla. Niladan to'xtar yumush zamin uyquga ketar, ya bahorni kutar. Juda to'g'ri aytdingiz. Xursandchilik avjida, yana qish kelganida, chunki laylakolarni o'ynash varaqli juda. Aferin sizga. Hoy agronom, qayoqda? Yo, qishdan ko'zib qochib ketdimi? Hoy agronomga marhamat. Agronom, bo'lganmikin, ekinlar, eksanmikin, o'stirar edim baxti, bu dadamiz daraxti. Barakalla tilagim. Bo'lsin izohlar. Siz suvni tejab ishlatishingiz kerak. Chunki suvsiz hayot bo'lmaydi. Bir hamma biladi, bilsa ham ba'zilar suvni isrof qiladi. Barakalla. Olamning go'zalligi, bog'larning tarovati, insonning kamoloti, jonzotlar halovati. Aferin. Tabiat tarovati, hayotning zavqi shavqi, ona yurtdim jamoli, suvdan quvvat oladi. Juda to'g'ri aytdingiz. Suvni asradim do'stim, suv hayot manbaidir, suvdan miskin unadi, undan bog'liq qonadi. Aferin. Shuning uchun demakki suvni asraylik do'stim. Barchalari o'tovli, suv ham tugaydi bir kun. Barakalla. Aferin sizlarga. Navbat kimga? Marhamat. O'yladim tun kunlar, nega yo'q kasb-hunar, ammo atrofiga qarash, kasb-hunar ko'prak barak, hammasini eslab ko'ring, biriga ega bo'ling. Barakalla. Yonajon, bari sasak agar hech ham tugamas kasblar, hammasi juda zarur, bari hurmatli erim, kasb-hunarning har joyda xalqqa keltirar foyda. Aferin. Barakalla. Meni endi sizlar bilan xayrlashadigan paytim ham yetib qoldi. Alif qadrdonim Alif bejon, sahifangni yopolmayman, dunyolarni kesib chiqsam ham seningdek do'st topolmayman. Rahmat. Bog'ingdagi har bir varaq zinhor emas, oddiy qog'oz, har birisi bergay saboq va misoli buyuk ustoz. Aferin sizga. Bolajonlar, bu kasblarni egallash uchun siz boshqa fanlarni ham o'rganmoqingiz lozim. Men sizlarga yangi do'st o'qish kitobini sovg'a qilaman. Qani marhamat.
Yaptım usta. Ekerler. Bolaligim afsonasida siz menga soat o'rgatding. İlk kitabım Elifbe canım, sen alemni menga tanitding. Maqsadim ham, istagim ham shu. Jajjiginam o'qib bilim ol, olam sirin ochar birma-bir. Kitoblarga doim quloq sol. Senga rahmat aziz kitobim. Onamdayin qadrdon bo'lding. Qalbimga nur sochgan oftobim. Bir umrga yurakda qolding. O'qib o'rgan, izlan doimo. Mendan senga so'nggi nasihat. Dilim olsang vatan ham rozi. Ota-onang aytishar rahmat. Shu vatanda o'sib, ulg'ayib, ilm olsang yorug' yuzimiz. Biz baxtiyor kenja avlodmiz, kelajakning vorislarimiz. Xayr deyman sizga omad, qilar sizga sharafshon. Olim bo'ling, ulg'aying mard, chin inson bo'ling albatta. Bolajonlar, yaqinda eng ajoyib quvonchli bayramlardan birisini nishonlaymiz, to'g'rimi? Bayramdagi eng sevimli qahramonimiz kim? Bo'lmasa Qorboboni taklif qilamiz. Axir bugun bayram-ku. Bayramda bir-birovni xafa qilish yaramaydi. Assalomu alaykum mening shirinlar, shakar bolajonlarim. Assalomu alaykum. Bayramlar juda. Kayfiyatlar qanday? Yaxshi. Barakalla yashang bolajonlarim. Biz sizni tabriklash uchun uzoq o'rmonlardan, tog'u toshlardan oshib mana Tulkivoy, Bo'rivoy, Quyonvoy bilan, qorparchalarim bilan yetib keldik. Bolajonlar, sizlarni savodxonlik bayrami bilan, yangi yil bayramingiz bilan tabriklayman. Bobojon, Labbay. bu bolalarni juda zikko, bilimdon deb o'ylagan edik. Keling ularni bir sinab ko'raylik. Qani mayli unda. Bolajonlarim o'tirib oling. O'tiring. Qani? Yozuv bir xil rangda. Nima bu? Qishin yozin bir xil kiyimda. Qani bolajonlarim qani? Bu archa. Ey yashang ona qizim, barakallar. Osmondan par tushadi, parivon zar tushadi. Qani kim biladimi? Nima buning javobi? Yashang ona qizim, aferin sizga. Bobojon, Labbay qizim, men ham bitta topishmoq aytsam bo'ladimi? mayli. Baba navbat sotdi, olgan edim, qo'lim qatdi. Iye. Nima bu? Qani? Bu hassa. Yo'q, qani yaxshilab o'ylaning qani. Nima? Ey yashang ona qizim, aferin sizga. Kontaktlaringiz aziz opalarim. Yashang. Qani bolajonlarim, bizga bayram tabriklaringiz bormi? Qani bo'lmasa She'rlarimizni aytib beramiz. Qani marhamat, qani. Marhamat. Tulkivoy bolajonlarni daraga taklif qiling. Qani Bo'rivoy. Qani. Salom senga yangi yilning ko'k archasi. Senga juda yarashadi o'yinchoqlar barchasi. O'g'il qizlar quvonishib atrofingda o'ynashar. Qorbobo bilan qorqiz sovg'alarin ulashar. Ey yashang, barakalla. Qani? Osmondan olmoqdayin qorning parchasi tushar, qarpa zog'larga
tinmay oq libos kiydi yurtim. Atrof bejirim qanday yog'aver oppoq-qorim. Ey yashang, ofarin. Barakalla ota-onangizga rahmat. Qani bolajonlar, yana nimalar tayyorlab keldingiz? Qani? Bobojon, bular Tabbay. chiroyli qo'shiq ham tayyorlab qo'yishgan. Qani unda? Sizga kuylab berishadi. Mayli, biz ham miriqib qo'shiq tinglaymiz. Kelibsiz baba, sog'lar oldi sog'lar qoldi barobar. Biz yig'ilganga, kattagina davraga. Biz yig'ildik bayramga, kattagina davraga. Archamiz atrofida mazza qilib o'ynaymiz. Archamiz atrofida mazza qilib o'ynaymiz. Sizga tilgarang barang sovg'alardan quvnaymiz. Sizga tilgarang barang sovg'alardan quvnaymiz. Yashang bolajonlarim, qani qarsaklaringiz bu jajji bilag'onlarga yashang. Ofarin, qanday ajoyib raqs. Mana bilag'on jajji savodxonlarim. Men bu ajoyib raqsingizni tomosha qilib mazza qildim. Ana endi men sizlarga kopimdagi sovg'alarimdan ulashaman. Qani bolajonlarga sovg'alarimdan ulashing. Qani. Yetdimi? Voy qizim, sizga yetmadimi? Katta sovg'a. Marhamat. Mana sizga sovg'a. Sovg'alarim sizga yoqdimi? Barakalla aziz bolajonlarim. Mening ketar vaqtim bo'ldi. Men borib, boshqa do'stlaringizni ham bayram bilan, sovg'alarim bilan xursand qilishim kerak. Aziz ota-onalar, mening jajji savodxonlarim, sizlarni kirib kelayotgan 2013-yil obod turmush yili bilan chin qalbimdan samimiy qutlayman. Sizlarga, oilangizga tinchlik, totuvlik, farovonlik tilayman. Jajji bolajonlarimga esa yangi yilda yangi omad va zafarlar tilab qolaman. Yana yangi yilda ko'rishguncha xayr! Hurmatli ota-onalar, mehmonlar, mana bolajonlarimizning savodxon bo'lganiga guvoh bo'ldik. Sizning oldingizdagi mas'uliyatli ishlaringizda muvaffaqiyatlar tilagan holda maktabimiz faxri direktorimiz
Vafayvan Nadira Kadamlarni taklif qilaman. Bolajonlarni qutlashsin. Assalomu alaykum. Hurmatli ota-onalarimiz, mehmonlar, aziz o'quvchilarimiz. Haqiqatdan ham shu kunlarda maktabimizning katta-yu kichigi 1-sinfga qabul qilingan o'quvchilarni tabriklashmoqda. Chunki bu o'quvchilarimiz bugungi kungacha o'qish, yozishni mukammal chiqib, savodxon bo'lib qolganliklarini barcha qilamoqda. Mana bu esa bu o'quvchilarimiz ota-onalarining oldida, ustozlarining oldida o'zlarining she'rlarida, fikrlarida vatanga bo'lgan, ota-onasiga bo'lgan, ustoz va maktabga bo'lgan mehr-muhabbat tuyg'ularini izhor qildilar. Bugungi tadbirda e'tibor bergan bo'lsangiz, judayam o'quvchilarimiz ko'proq ana shu ma'no, mazmun, tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan o'zlarining chiqishlari bilan ota-onalarni xursand qildilar. Albatta, men ishonamanki, bu o'quvchilarimiz kelajakda bugungi kunda ana shu davlat ta'lim standartlarini o'ziga yoshiga mos bo'lgan holda o'zlashtirib oldilar. Endi bundan keyin bu o'quvchilarimiz kichik olimpiadalarda, keyingi yillarda o'quvchi bilim sifat samaradorligini belgilovchi bilimlar bellashuvida va katta olimpiadalarda qatnashishga musharraf bo'lishadi. Albatta, bunday mehnatlarning tagida mana ustozimiz Aziza Xo'jayevaning xizmatlari katta. Bu ustozimiz maktabimizning pedagogika jamoasini hurmatiga sazovor bo'lgan, izlanuvchan, ijodkor ustozimiz. Aynan shu ustozimiz bugungi ssenariyni ham ustozimizning ijodiga mansub. Bugun o'zingiz ko'rdingizki, ssenariyda vatanga bo'lgan o'quvchilarimizning mehr-muhabbati, kasblarni bugundan o'zlaridagi mehrni uyg'otishi ko'rinib turgan edi. Ustoz, sizning ishlaringizda yanada muvaffaqiyatlar tilagan holda ishonamizki, bu shogirdlaringiz ertaga sizni ana shu bilimlar cho'qqalarini egallab borib, sizni va bizni xursand qilib, kamolot yoshlariga yetganda birgalikda ko'rib o'tiramiz degan umiddaman. Bundan keyingi ishlaringizdan yana rivoj tilayman. Yangi yillar muborak bo'lsin. Ana shu fursatdan foydalanib, men bugun hurmatli ota-onalarimga ham maktab ma'muriyatining minnatdorchiligini yetkazmoqchiman. Hurmatli ota-onalar, siz borsizki, mana shunday o'quvchilarimiz har kun ertalab maktab ostonasiga yuvilgan, taralgan, ozoda bo'lib yetkazib berilmoqda. Siz borsizki, maktabimiz ana shu gullab yashnamoqda. Siz borsizki, bugungi sharoitlar birgalikda yaratilmoqda. Siz borsizki, maktabimizning muvaffaqiyatlari ulkan bo'lmoqda. Albatta, biz bundan keyin ham siz bilan ishlarimizni yanada hamjihatlikda davom qildirgan holda mana shu qo'lga kiritilgan yil maktabi maqomini birgalikda saqlab turishga harakat qilamiz. Rahmat. Hammalaringiz bir-biringizdan go'zal, bir-biringizdan asalsizlar. Bo'lmasam shu yerda men musiqa fan o'qituvchisini ham qatorda ota-onalar va ustozlar nomidan rahmatlarimizni yetkazmoqchimiz. Mana shu har kungi o'tkazilib turgan alifbe bayramlarimizda bevosita G'ofurjon ustoz Safayev darslaridan bo'ladilar. Musiqa darsini hammamiz yaxshi ko'ramizmi? Ha! Baralla aytishdi. Demak, ana shu ustozimizga ham maktab ma'muriyati tomonidan, ustozlar nomidan va bolajonlarimiz nomidan rahmatlarimizni qabul qiling. Mana endi marhamat qilib, ota-onalarimizni eshitsak. Ota-onalar qo'mitasi tomonidan qani bir ota-onalarimizni
Şurada buvijonlarini men ko'rdimda, haqiqatdan ham aytaman. Shu ko'rgandan ko'zlarim quvonib. Hali bolalarimiz zala girmay, qiz hayajonda o'tirgan buvijonlarini ko'rdim. Şöyle buvijonisi ayting bo'lmasa, siz katta. Agronomimiz ham yaxshi. Marhamat. Size katta rahmet, size çeksiz rahmet. Birinci nebilemde ikincisi bu. Şimdi çıkarıyorsunuz acayip çeksiz rahmet. Aziz okuyucularım, bunday savatxon bo'lgan bayramingiz bilan chin ko'ngildan tabrikleyman. Sizlarga uzoq yosh, bilimlarga shunday kuch-quvvat tilayman. Bu ustozingizga sizlar nominizda, ota-onalar nomida kattadan katta rahmatlar aytaman. Shunday tashkil qilgan ustozimizga rahmat. Shunday ajoyib bilimlar bayramini tashkil qilib bundan bu yilgisi bundan ham yaxshi chiroyli chiqdi. Shunday ajoyib bolalarimiz birro har bir bolalarga qarab o'tirdim. Birisi qolarmikan bularni aytmayman desam, yo'q, hammasi hayajon bilan aytib dillaridan kuyladilar. Bunga sizlarga cheksiz rahmatlar bo'lsin. Rahmat. Bayram yaptı mı? Acayip. Aziz mehmonlar, o'quvchilarim, mana bir katta dovondan ochdik, barchamiz endi bilimlar yurti sari qadam qo'yyapmiz. Mana shu tadbirimizni tashkil qilishda bizga yaqindan yordam bergan barcha ustozlarga katta rahmatlar aytmoqchiman. Birinchi navbatda bizga yordam bergan ustozlarimizdan Bahodir Botirovichga katta rahmat aytmoqchiman. Uyida ustozimiz Sabiroga katta rahmatlar aytmoqchiman. Ustozimizga ham katta rahmatlar qolaversa, yonimizda ham fikr, ham maslahat bilan bir sektor turib mehnat qilib kelayotgan Ilhom ustozga ham katta rahmatlar. Kechqurun bo'lsa ham biz oilasidan vaqtini cheklab bo'lsa ham bizni yonimizda kechki 7:30gacha safda turib xizmatlarimizda shay turgan ustozimiz G'ofurjon ustozga ham va shu bilan birga siz ota-onalarga ham kattakon rahmat aytmoqchiman. Bu bolajonlarning kamol topishida sizning mehnatlaringiz katta. Shuning uchun har doim mana shunday birinchi sinfga qabul qilingandagidek bu yog'ga ham mehnatimiz birgalikda, hamjihatlikda bo'ladi degan umidim bor. Hammangizni ishlaringizga muvaffaqiyat, oila a'zolaringizga tinchlik, totuvlik, sog'lik, omonlik tilayman. Sog' salomat bo'ling. Katta rahmat. Dil naqshi